Liksiyalarımızı davamlaştırmamız hürmetlik vatandaş bugünkü islaha. Keçirilme. 2021 yıl 7. ayının 23. günü. Endiki liksiya mavzumundak. Beycan. Prezident Joe Biden'ın ittifakdaşlar siyasetiga bütün dünyanı ittifaklaştıra. Yani Cungo'ga takabıl turuş siyaseti itibar bilen qarashga başıldı. Vendi Sherman'ın Cungo'nu ziyaret kılışı, sınaqtaşı, yani devir bölgüç vaqa bulup qalıdı. Mavzulu haber 7. ayının 22. günü büyük İrat orbitida e'lon qilindi. Haber muşundaq başladı. Muşundan bilan bu to'g'rida men 3 qatim leksiya so'zladim. Vatandaş vaziyatning taqazzolig'i yoki ta'xirsizligi qaysi holga kelganligini shuni da ko'rib olasiz vatandaş. Wall ko'chasi gazeti 7. ayının 22. günü bunda xabar qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden'ning Jungo siyosati, sobiq prezident Donald Trump'ning Jungo siyosetini ayna qilish asosida ittifaqdoshlar qatoriga qo'shilib, Jungoga qaratilgan besimni kuchaytirib, yuqori ko'tarib, kelar hafta o'tkaziladigan Amerika Jungo yuqori qatlam amaldorlari suhbati prezident Joe Biden'ning Jungoga qaratgan yangi siyosati bo'lib qoladi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi muavin davlat ishlar kotibi Vendi Sherman 7. ayının 25. kunidan 27. kunigacha Jungoni ziyorat qiladi. Tianjin shahri davlat sovyetining a'zosi, qo'shimcha diplomatiya ministri Wang Yi qatorliq amaldorlar bilan suhbat o'tkazdi. Bu 3 aydan beri Amerika Jungo yuqori darajalik amaldorlar o'rtasida tunji qatam yüz o'ltirib o'tkaziladigan odatda, yana prezident Joe Biden'ning ittifaqdoshlari bilan birlashib Jungoga qaratgan yangi siyosatini sinaydigan maydonda. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi 7. ayının 21. kuni bunda ko'rsatdi. Vendi Sherman Amerika bilan Jungo o'rtasida Amerika qattiq ko'ngil bo'ladigan va bo'layotgan sohalar bo'yicha suhbat o'tkazdi. Diqqat vatandosh. Beijing Amerikaning ittifaqdoshlari bilan birlashib Jungo qaratgan siyosatiga jiddiy e'tibor bilan qarashga boshladi. Ko'rishdan bir necha hafta burun Amerika Beijingga besim ishlatish harakatini tezlatdi. Jumladan Amerika shirkatlariga Hong Kong va Uyg'uristonda tijorat qilishning xatari to'g'risida signal berdi. Hamda Jungo Kompartiyasi istixborot organlarining yordamiga erishgan xakerlarning yer shari xarakterlik hujum qilish harakatlarini oshkorlab, ayblab, ondan ortiq davlat bu qatorga qo'shildi. Prezident Joe Biden vazifaga o'tirgan 6 oy mobaynida Jungo siyosati muhokama jarayonida turib keldi. Aqsaray amaldorlar Wall ko'chasi gazetiga mundaq dedi. Aqsaray dal hozir sobiq prezident Donald Trump qaraganda texama qattiq Jungo siyosatini yo'lga qo'ydi. O'xshashli nurg'un masalalarda ittifaqdoshlarni taklif qilib, qatnashtirib, ta'sir kuchini oshirdi. Bir nafar amaldor mundaq ko'rsatdi. Beijingning diqqatini texama tortadigan bir ish shuki, bu ish Amerika nima qilyotidi degan lam emas. Shuki, bu ish bir Amerika nima ish qilyotidi degan lam ish emas. Balki Amerika ittifaqdoshlar bilan birlashib nima qiladi degan masaladir.